Birinchi uyimizdan eslaydigan narsam bu devorimizga ilingan gilam, devorimizga yopishtirilgan surat va kiyik o'yinchog'im. Keyin biz ko'chib ketdik. Ikkinchi uyimiz meni katta bo'lganimni ko'rdi va men u bilan birga o'sdim. Jidga bo'y, ikki xil gilam, burchakli stul, siniq divan, siniq shkaf, siniq hayot. 7 yil davomida. Albatta bu yerda o'zgarishlar ham bo'ldi. Ota-onam O'zbekiston emasligidan foydalanib, Toshkentga ko'chib keldim va boshlandi. Birinchi arendaga shaxsiy xona, birinchi zo'r networking, birinchi kontentlar, birinchi proyektlar, birinchi kurs sotuvi, birinchi kompyuter, birinchi plakatlar, birinchi obunachilar. Mening kvartiram birinchi dunyoyimga aylandi. Shundan keyin qayerga bormay o'zimni dunyoyimni cho'ntagimda olib yurishni boshladim. Ikkinchi kvartira, uchinchi kvartira va har safar tajriba bilan bilim, did oshib borardi. Lekin so'nggi payt pulni ortidan yugurishga majbur bo'lib qoldim. Buning natijasida kontentga ham, xonamga ham bo'lgan ishtiyoq to'xtab qoldi. Allo, To'g'ri ukam, yaxshimisan? Oy oxiriga boshqa kvartira qarab tur. Ya ukam, uzr endi meni ham uydagilar majburladi, boshqa kvartira qarab turasan. Xo'p aka. Addushi rahmat ukam, xo'p. Xo'p. Shu payt boshim devorga tegdi. Nimanidir o'zgartirmasam bo'lmaydi. Onasini emsini 1 yilimiz bor edi. 1 yil ichida na bir normallik kontent oldik, na bir pul to'pladik, na qanaqadir proyekt qildik. Shuncha mehr sarfladik. Natijada xo'p. Hammasini qaytadan boshlaymiz. Toshkentda o'zim emas, onam va ikkita ukalarim bilan yashashimiz sababli menga minimum 3 xonali kvartira kerak edi. Juda ham ko'p saytlarda qidirdim, lekin hech qaysi kvartira ko'ngilga o'tirmasdi. Lekin nihoyat o'zimga kerakligini topdim. O'zim xohlagan lokatsiya, ortiqcha mebellarsiz va oppoqqina uy. 2 kun davomida eski kvartirani bo'shatdik va yangi kvartirani to'ldirdik. Bu xonadon kvadratura bo'yicha eskisidan kichkinaroq edi. Lekin ishoning, bu narxga bundan idealisini topolmasdingiz. Bu narxni hatto aytishga ham yo'lyapman. Shaharga yaqin yangi turar joy, 9-qavat, 3 ta xona va bir amallab ushbu uyimni eskisidan zo'rroq qilishim kerak. Buning uchun san'atni qayta o'rganishni boshladim. Interyer san'atini. Bu vaqt mobaynida YouTube rekomendatsiyam uy obzorlariga to'lib, million variantlar sonidan chirib ketdi. Interyer dizayn o'rganishga harakat qildim, lekin foyda bo'lmadi. Keyin o'ylab qoldim. Meni xonam shunchaki xona emas, balki studiya vazifasini ham bajarish kerak. Keyin esa plan o'zgardi. Chiroyli interyer emas, artistlarning studiyasini ko'chirish kerak. Interyer qoidalariga emas, o'zim yaratadigan qonunlarga amal qilish kerak. Birinchi qoida. Har qanday lyustra, lampa, reski yorug'liklar axlatga. O'rniga men yoqtirgan yapon kulturasidan China Bowl. Yumshoq yorug'lik nurni butun xona bo'ylab tarqatadi. Ikkinchi qoida. Xona tozalashga oson bo'lishi kerak. Sababi uy xizmatkorimiz unaqa ko'p emas. Tushunmadim. Uchinchi qoida. Xona ilhomlantiruvchi va bijirlab ketmagan holda rang-barang bo'lishi kerak. Nega deysizmi? Bir xil tonga ega joyda video rangi bir xil tonda zerikarli chiqadi. Men esa maksimalistman. Kartinkalarimda barcha ranglar bo'lishi kerak. Ko'k, yashil, qora, to'q sariq, jigarrang, qizil va erkakcha jiddiy pushti rang. Va 4-chi eng muhim qoida. Xonada barcha narsa sababli bo'lishi kerak. 2000-yillari mashhur bo'lgan qora kojinli divandan tortib, eski klassikani eslatadigan minimalistik haqiqiy taxtadan stul va tumbagacha. Shu bilan birga posterlar ham. Tanishing. Yoqtirgan rejissyorim, yoqtirgan musiqa albomlarim, yoqtirgan multik, anime, kinolarim, yoqtirgan muzikantlarim, birinchi klipimizni montaj qilayotganimizdagi suratimiz va men yoqtirgan opoy. Va mana shu barcha harakatlardan keyin va nihoyat o'zim orzu qilgan, istagan ijodiy xonamga erishdim. Har xil kontrast mana shu interyerni qiziqarli qiladi. Lekin bu har xil buyumlarni olib kelish bilan bitmaydi.
ranglar, detallar, shakllar orasida garmoniya bo'lishi kerak. Undan ham tashqari, har bir madaxni o'zingiz qidirib, o'zingiz o'ylab, o'zingiz olib kelishingizni gashti bor. Sababi siz xonangizga o'zingiz siz yig'ayotgan bo'lasiz. Men atrofimga o'zim yoqtirgan yoqimli bo'lgan narsalarni yig'dim va ular kelishib qanaqadir interyer kelib chiqdi. Bu xona emas, balki meni mana shu paytdan beri yig'ilib kelayotgan bilim, tajriba va hissiyotlarim aksi. Va bu menga kerakligidan-da ortiqroq. Sababi agar boshimni yorib, uning ichidagi miyaga nazar solganingizda, u menimcha mana bunaqa ko'ringan bo'lardi.